Ikkinchi shartda ular tomonidan tayyorlangan albomlar hay'at tomonidan o'rganib chiqildi. Har bir viloyatdan kelgan shunday faol nuroniylarimiz shijoatli, o'zlariga shu biriktirilgan yoshlar bilan shunaqangi sadoqat bilan xuddi o'zlarini farzandlaridek tarbiyalab, ularni to'g'ri yo'lga boshlab, ishsizlarni ish bilan ta'minlab, noto'g'ri yo'lga kirganlarni to'g'ri yo'lga solib, yoki bo'lmasam hunar egallash kerak bo'ladigan bo'lsa, ularni usta shogirdlikka biriktirib, o'qish davomida biron bir davomati yaxshi bo'lmay, maktablarga qatnashi yaxshi bo'lmaganlarni ularni to'g'ri yo'lga solib, yosh oilalar o'rtasidagi munosabatlarda alohida e'tibor qaratib, har birlari shunaqangi shijoat bilan ishlab kelganlar, g'oliblar o'zaro bellashyapti. Nuroniy murabbiylarning mehnatlarini rag'batlantirish, faxriylarning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlashda bu kabi tanlovlarning ahamiyati katta. Yoshlar tarbiyasiga ahamiyat berish, ularning milliy qadriyatlarimizdan keladigan odabiga qarashimiz kerak. Ularning xulqiga qarashimiz kerak. Demak, hamkorlikni kuchaytirsak, hammamiz ham keksa avlod vakillari shunga e'tibor bersak, ularning odabini, axloqini qaraydigan bo'lsak, albatta ishlarimizda bir yaxshi yakunlar bo'ladigan umid. Yangi ish uslublari kelib chiqyapti. Har kim bir izlanishda, mana hozir 4 ta viloyatda o'tgan bo'lsa, 4 tasida kelgusi yil bundan ham rivojroq, bundan ham savollar ko'proq, bundan ham demak bir natijasi yaxshiroq bo'ladigan savol-javoblar ham bo'ladi, ishga talablar ham shundan kelib chiqib bo'ladi. Ishtirokchilar 3-chi, ya'ni bellashuv shartida ham faol qatnashdilar. Unda har bir hududning o'ziga xosligi, nuroniylarning ish tajribasi namoyon bo'ldi. Tanlovning tantanali yopilish marosimida Namangan viloyati hokimi, O'zbekiston Respublikasi Senati a'zosi Shavkatjon Abdurazzoq g'oyat hayajonli daqiqalar boshlandi. Tanlovda 10 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlandi. So'ngra 2 ta 3-chi o'rin, 2-chi va 1-chi o'rin sohiblari e'lon qilindi. Ularga tashkilotchilarning diplom va qimmatbaho sovg'alari topshirildi. 1-chi o'rinni oldim. Hozir juda ham hayajondaman. Boisi bu ko'rik tanlov nuroniylarga berilgan baho deb e'tirof etaman. Juda ham o'zimizga katta bir taassurotlarni oldik. Ish tajribamizni almashdik. Keyin kelgusi yilda qiladigan faoliyatlarimiz haqida fikrlashdik. Muhtaram yurtboshimiz mana shu biz nuroniylarga juda ham ishonch bilan mana e'tibor beryaptilar. Biz yurtboshimizni mana shu bizga bergan e'tiborlarni ishonch bilan oqlaymiz. Prezidentimizning yuksak ishonchini oqlash yo'lida fidoyilik bilan mehnat qilayotgan, mas'uliyatli vazifani sidqi dildan uddalayotgan eng jonkuyar, eng faol nuroniylarning sharafli va mas'uliyatli vazifani a'lo darajada uddalayotganliklari esa xalq farovonligi yo'lidagi islohotlarga kamarbasta bo'layotganliklari dalolatidir.